Salom, bu Nolligirmator Akademiya va men Shohjahon Shomurodov. Sizlarni yangi darsimizda ko'rib turgandan juda ham xursandman. Bugungi darsimizda sizlar bilan Odo 19 da navigatsiyalarni ko'rib chiqamiz. Qani unda boshladik. Xo'p, keling sizlar bilan Odo interfeysini o'rganib chiqamiz. Xo'p, yangilangan Odo interfeysda nimalar bor? Dizayn, barcha ilovalar, barcha modullar hammasi bir xil. Deyarli o'zgarish yo'q, lekin bir ikkita ikonkalar va navigatsiyalar qo'shilgan. Bu nima uchun kerak? Bu Ododa siz oson va qulay ishlashingiz uchun kerak. Video davomida hali sizlar bilan hotkeylarni ko'rib chiqamiz, ya'ni o'sha tugmalarni bosganimizda biz yangi modulga kirib ketamiz. Ya'ni yangi emas, bizga kerakli bo'lgan modulga kirib ketamiz. Odo 19 da hali yangiliklar ko'p. Unda boshladik. Hozir men asosiy boshqaruv panelidaman, ya'ni dashbordda. Bu yerda siz o'rnatgan barcha ilovalar va modullarni ko'rasiz. Oldingisidek Odo 18 da 19 da bular farq qilmaydi. Va yuqori o'ng burchakda bir nechta ikonkalar bor, ya'ni oldin ham bor edi, lekin yangi ikonlar ham qo'shildi. Ya'ni bu yerda qizil tugmacha bor. Hozir kimdadir ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, kimdadir ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Menda ham hozir bu tugmacha yo'q, lekin bu haqida ma'lumot berib ketishim kerak. Agar siz shu qizil tugmachasini bosadigan bo'lsangiz, bu yerda siz o'zingizni davomat qilishingiz mumkin, ya'ni check in, check out. Siz ofisda bormisiz yokida shu dashbordda bormisiz, yo'qmisiz, ish jarayonidamisiz yokida yo'q. Shu orqali qizil tugmachani bosish orqali siz o'zingizni bor yo'qligingizni ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, uning yonida esa yana menda ham hozir ko'rinmayapti, kichkina telefon ikonkasi qo'shilgan. Bu qaysiki internet orqali qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga ega bo'lgan kompaniyalar uchun juda ham qulay va agar sizda Odo'ni qo'llab-quvvatlaydigan provayderlar bo'ladigan bo'lsa, siz buni qo'shishingiz mumkin. Buning nomi VoIP deb nomlanadi. Xo'p, hozirchalik bular bizga kerak emas. Keyingi tugmacha esa bu Odo AI tugmasi. Buni aytish joizki, ya'ni 2025-yil va hozir 2026-yilda ham bu funksiya juda ham Odo ichida wow funksiya bo'lib turibdi. Ya'ni siz AI orqali yangi bo'lsangiz, agar tizimda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, undan so'rab o'rganishingiz mumkin. Lekin bir tarafi bor. Siz AI dan foydalanish uchun sizga API kalitlari kerak. Agar siz demo versiyada qilaman desangiz, demo versiyada cheklangan miqdorda narsalarni so'rash imkoniyatiga egasiz. Xo'p, keyingi ikonka chat belgisi bo'lib, u barcha suhbatlarni diskurs modulida ko'rsatadi. Va bundan keyingi belgi esa soat belgisi. Bu yerda barcha ilovalardagi faoliyatingizni ko'rsatadi. Ya'ni siz o'sha dasturda qancha ishlagan bo'lsangiz, sizni qancha soat ishlaganingizni shu yerda ko'rsatadi. Xo'p, bundan keyingi belgi bu ham oldin bor edi Odo 18 da, lekin ko'pchilik bu haqida bilmas edi. Bu Odo Studio belgisi. Bu yerda siz o'zingiz xohlagan modullarni qo'shishingiz mumkin va dizaynni o'zingiz xohlagancha o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni xuddiki sizga ochiq sistema berilgan, uni siz o'zingiz xohishingizdek o'zgartirish imkoniyatiga egasiz. Odo Studio sizga shu imkoniyatni beradi. Xo'p, bu yerda keyingi tugma, bu yerda hozir biz demo versiyani ishlatayotganimiz sababli demo company tugmachasi turibdi. Agar demo companyni ustidan bosadigan bo'lsak, bu yerda yana bir nechta kompaniyalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Ododa shunday qulaylik borki, bitta sistemani ichida siz bir nechta kompaniyalarni, ya'ni korxonalarni yuritish imkoniyatiga egasiz. Va bular database bo'yicha aralashib ketmaydimi deydigan savollaringiz tug'iladigan bo'lsa, video davomida bu haqida hali aytib o'taman. Xo'p, keling endi buni yonidagi mening ikonimni ustidan bossak, ya'ni mening profilim ustidan bossak, profilda mana bu yerda ko'ryapsiz, mana boyaga aytgan qizil tugmacham ham bu yerda bor. Mana yashil bo'lib turibdi. Hozir men onlineman. Keyin bu yerda away tugmachasi bor. Keyin do not disturb, ya'ni qizil bezovta qilmang belgisi. Offline esa ochiq. Ya'ni siz ofisda yo'qligingiz. Xo'p, endi bu yerda sizning ko'zingizga tashlangan bo'lishi mumkin. Bu yerda shortcuts degan tugmacha bor. Shortcuts bu nima? Ya'ni bu hotkeylar. O'zbekcha qilib aytganda issiq klaviaturalar. Sizni tezda boshqa joyga o'tishingizga yordam beradi.
ya'ni o'sha tugmalarni bosish orqali. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zi bir nechta misollarni ko'rsatib qo'ygan. Alt Shift U, ya'ni mana shu tugmalarni bosadigan bo'lsangiz, siz o'z kompaniyangizni o'zgartirasiz. Boyagi joydan bosib talab o'tirmaysiz. Alt Shift U tugmachasini bossangiz, hotkey ishlab sizni boshqa kompaniyaga uloqtiradi. Ya'ni o'sha kompaniyaga o'tkazib qo'yadi. Xo'p, bu yerda boshqa komandalarni ham qidirsangiz bo'ladi. Shortkeylar shulardan iborat. My Preference ga kiramiz. Bu yerda ko'rib turibsiz, siz sistemani boyayotganda o'zingizga moslasangiz bo'ladi. Xohlasangiz buni yorqin rangda qiling, xohlasangiz buni to'q ranglarda qiling. Farqi yo'q. Qanday ishlatishni xohlasangiz sistema, ya'ni kompyuteringizni o'zining sistemasini rangida qo'yishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda siz bir nechta tillarni qo'shish imkoniyatiga egasiz va Odo sizga shunday imkoniyatni beradi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda ko'rib turibsiz, hozir bizda faqat ingliz tili bor. Bu yerda globuscha belgisi bor, ya'ni globus ikoni bor va shu orqali bizga kerakli bo'lgan tilni topishimiz mumkin. Misol uchun, bizda asosan O'zbekistonda ko'p rus tili. Rus tili kimgadir kerak mana. Russian va ruskiy yozik. Shuni ustidan bosamiz va qilasizki, add tugmachasini bosish orqali siz tilni qo'shishingiz mumkin. Va undan oldin mana bu yerda ko'rib turibsiz, my website, ya'ni veb-saytni ham tarjima qilish imkoniyati bor. Agar siz hozir rus tilini tanlaysizmi, nemis tilini tanlaysizmi, farqi yo'q. Bu yerda sizni veb-saytingizni Odo o'zi avtomatik ravishda tarjima qilib beradi. Xo'p, bizga hozir rus tili kerak emas va buni saqlamaymiz. Xo'p, bizda keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan hudud bu security, ya'ni bu yerda siz xohlasangiz sizga berilgan password, ya'ni parolni o'zgartirishingiz mumkin va ikki faktordan iborat bo'lgan parol qo'yishingiz mumkin. Bu qanday ishlaydi? Ya'ni siz o'z emailingizga xabar keladigan qilib qo'yishingiz mumkin va o'sha xabarni tasdiqlash orqali siz mana shu akkauntingizga kira olishingiz mumkin. Va bu yerda ko'ryapsiz, API keylar qo'shish imkoniyati bor va pastroqda devices bo'limi bor. Bu yerda qaysi devicelar sizni sistemangizga kirib olganini ko'rishingiz mumkin. Security bo'limi shulardan iborat. Xo'p, bu yerda deyarli ko'radigan narsa qolmadi. Bu yerdan chiqamiz. Endi keling, o'sha modullar ichidagi o'zgargan yangi narsalarni ko'rib chiqsak. Xo'p, Sales moduliga kiramiz va bu yerda bir nechta yangi funksiyalar qo'shilgani aytilgan edi Odo 19 da va ko'ryapsiz, tepada hozir bitta Salesda bo'lgan vazifani ochaman. Keling, birinchi vazifani ochamiz. Birinchi vazifani ochdim va tepada ko'ryapsiz, aqlli tugmachalar ko'p. Ya'ni projektlar va qancha vaqt sarflaganingiz va qancha ish bajarilgani haqida aqlli tugmachalar bu yerda turibdi va biz projektlarga o'tamiz, nechta task bajarilganini ko'ramiz. Bu yerda ko'ryapmiz, 4 ta taskdan atigi 3 tasi bajarilgan ekan. Xo'p, endi bu yerdan qanday chiqib ketamiz? Consultation bosamiz va orqaga yana qaytamiz. Xo'p, yangi funksiyani aytish esdan chiqdi. Mana bu yerda sales modulini ko'ryapsiz. Bu yer orqali siz bosib chiqib ketishingiz mumkin. Agar bilmasdan bosib yuborgan bo'lsangiz, yana mana bu yerda kichkina ikon bor. Shuni bossangiz, yana o'sha modulga qaytasiz, ya'ni qilayotgan vazifangizga qaytasiz. Yana bizda bitta funksiya bor. Bu oldingi versiyalarda ham bo'lgan va hozir sizga buni ko'rsatmoqchiman. Bu nimaga yordam beradi? Agar siz modullarni qidirib o'tirishni xohlamasangiz, ya'ni birma-bir ko'zdan kechirib u qayerda joylashganini topa olmayotgan bo'lsangiz, siz slash tugmachasini bosasiz va o'zingizga kerak bo'lgan modul nomini yozasiz. Misol uchun menga CRM kerak. Mana CRM moduli chiqdi va men CRMni bosib bemalol kirib ishlatishim mumkin. Va pastroqda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, CRMdan kelgan yana pejlar, ya'ni yo'llar qo'yilgan. Ya'ni sizga kerakli bo'lgan bo'limga shu slashni yana bosib turib, o'zingizga kerak bo'lgan bo'limga o'tib olishingiz mumkin. CRM misol uchun sales va Teams degan joy kerak. O'sha yerni bosaman va meni zudlik bilan o'sha joyga olib borib qo'yadi. Bu juda ham qulay funksiya. Agar charchaganingizda bu sizga ancha asqotadi degan umiddaman.
Xullas, Auto Navigation shulardan iborat edi. Sizlarni bu darsdan ko'rib turganimdan xursandman. O'ylaymanki, biron bir narsa o'rgandingiz va niyat qilaman kelajakda siz ham yaxshi auto professional bo'lib yetishib chiqishingizni. Darslarimiz shulardan iborat edi. Like bosish, obuna bo'lish, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Rahmat.